Yurtimizda yoshlarga yaratilayotgan keng imkoniyatlar, ayniqsa umumta'lim tizimida iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash borasidagi islohotlar o'zining amaliy natijasini bermoqda. Bunga yorqin misol Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabi o'quvchilari erishayotgan yutuqlardir. Bu yil ham aksar bitiruvchilar muddatidan avval oliy o'quv yurtida ta'limni naqd qilib qo'yishdi. Mazkur ta'lim maskanining 24 nafar iqtidorli bitiruvchisi muddatidan oldin 189 ballik mezonni zabt etib, oliy ta'lim muassasasi talabasi bo'lishga erishdi. Bu yutuq ularning bilimga chanqoqligi, intilish va izlanishlari o'z navbatida ta'lim bergan ustozlarning samarali mehnati natijasi ekani aniq. O'tgan yili 9 nafar o'quvchimiz muddatdan oldin talaba bo'lishgandi. Bu yilgi bitiruvchilarimizdan 24 nafari muddatdan oldin talabalikka muyassar bo'lishdi. Darsdan keyin to'garaklar tashkil etildi. Har bir fan kesimida 2 kunda, 3 kunda bir mock testlar ishlashdi. Natijada o'quvchilar sertifikat imtihonlarida o'zlariga kerakli natijalarni olishdi. 24 nafar o'quvchimizdan 5 nafar o'quvchi matematika fanidan A, B+ daraja bilan asosiy blok fanida yopishdi. Qolgan o'quvchilarimiz ona tili, ingliz tili, tarix fanlaridan asosiy blok. Lekin 24 nafar o'quvchining hammasida majburiy bloklar to'liq yopilgan. Ijod maktabida o'quvchilarga fanlar nafaqat chuqurlashtirilgan holda o'tiladi, balki adabiyot, ijodiy fikrlash va mustaqil tahlil qilish ko'nikmalari ham singdirib boriladi. Ayni mana shu jihatlar iqtidorli o'quvchilarning o'z tanlagan yo'nalishi bo'yicha yuqori natijalarga erishishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Farzona Bahodirova yaratilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanib, muddatidan oldin talaba bo'lgan yoshlardan biri. Mana bugun ijod maktabimizda ko'plab o'quvchilar muddatidan avval talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lishdi. Bunda yurtboshimiz tomonidan yaratilgan cheksiz imkoniyatlar ahamiyati ulkan deb bilaman. Kelajakda ota kasbim bo'lmish moliya sohasida ketmoqchiman. Yurtimizdagi bank tizimini yangilashda o'zimning hissamni qo'shish niyatim bor. Muddatdan avval oliy ta'limni o'zi uchun naqd qilib qo'ygan bu qizlar bugun hech shubhasiz tengdoshlari uchun ibrat bo'lishi aniq. Ularning muvaffaqiyati yoshlar o'rtasida bilim olish, o'z ustida mustaqil ishlab fanlarni bilish darajasini oshirib borish ishtiyoqini yanada kuchaytiradi. Qizim Sindarova Gavharoy Hamid Olimjon va Zulfiya maktabining 11-sinf bitiruvchisi. Bundan tashqari katta qizim ham shu maktabda bitirgan. Grant asosida Jahon tillar universitetiga qabul qilingan, hozir 3-kurs talabasi. Ikkala qizim ham shu maktabda o'qigandan juda ham faxrlanaman. Bu maktabning ustozlariga, maktab ma'muriyatiga juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Juda ham qoniqaman, darslarda ishtirok etganman, turmush o'rtog'im darslarda ishtirok etib, maktabga juda ham hurmatimiz baland. Ularning olgan bilimlari har doim o'zlariga baxt yo'llarini, omad yo'llarini va yurtimizning, prezidentimizning yonlarida turib, ularga ko'mak berib, vatan ravnaqi uchun xizmat qiladi degan umiddaman. Darhaqiqat, yoshlarning mana shunday yutuqlarga erishishi zamirida mamlakatimizda prezidentimiz tashabbusi bilan ta'lim tizimiga qaratilayotgan yuksak e'tibor, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasidagi uzoq istiqbol ko'zlangan barqaror ijtimoiy siyosat mujassam. Nigohlarida kelajakka ishonch hissi balqib turgan yoshlar esa o'z ortidan ergashuvchi avlod uchun mayoq sifatida O'zbekistonning yorqin istiqbolini barpo etishga o'z hissalarini qo'shishlariga ishonamiz.